Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Nixel do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan Minestack serverida maza qilib o'ynashga harakat qilamiz do'stlar. Albatta video boshlanishidan avval kanalga like bosib, obuna bosib, kommentariya ham yozib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Xo'p do'stlar, bu Minestack server hisoblanadi. Va bu yerda nima bor ekan? PS info. Qarshi do'stlar, video boshlanishi bilan biz albatta kit climb birinchi o'rinda food yoki iron deb yozib olamiz va bizga iron deb yozsak temir aslahalar beradi. Undan keyin food deb yozsak ovqatlar beradi. Undan keyin esa kit starter deb yozsak boshlang'ich kitni beradi do'stlar. Bular bizga kerak emas, shuning uchun tashlab yuboramiz. Buni ham. Xo'p, bizga bu ikkalasi kerak xolos. Shuning uchun do'stlar qolganini tashlab yuborsak ham bo'ladi. Xo'p, bu ikkitasini chapga qo'yamiz va yeymiz. Xullas do'stlar, bu Minestack'dagi birinchi videoyim. Shuning uchun albatta like bosib qo'yinglar videoga. Xo'p, do'stlar, endi biz mine qilamiz. Ungacha esa tezlashtirilgan kadrni tomosha qilinglar. Va mana do'stlar, men mine qilib bo'ldim. Endi esa do'stlar, chatga RTP World deb yozib, nariga olamga o'tib ketamiz va u yerda bazaga yaxshiroq joy istaymiz. Xo'p, 2 soniya va let's go. Ana teleportatsiya qildi bizni. Xo'p, 1900-1850 koordinataga teleport qildi. Shakar qamishni olamiz, bunisini ham olamiz. Qarshi do'stlar, yaxshi joydan spawn qilibdi. Yangi versiyaga ko'chirilgandan keyin olamlari ham juda yaxshilanibdi. Hop, qovoqlar. Qarshi birinchi o'rinda biz buyer deb yozamiz, chunki biz ferma qurishimiz kerak. Shuning uchun qanaqa ferma qursak bo'ladi? Hop, bu yerda asal $12, kaktus 200, shakar qamish 200, horse kakao 100 ekan. Bu 90. Hop, meva 100. Qaysi birini kursam ekan? Menimcha yaxshi variantlar mana shu. Xo'p, tuxum 2, qarshi bular arzon axlatlar. Bulardan foyda yo'q, shuning uchun xo'p, bizga shakar qamish, kaktus yoki kakao fermasi mos keladi do'stlar. Albatta bazaga yaxshi joy topgandan keyin videoni boshlayman do'stlar. Ungacha esa pauza. A few moments later. Xo'p do'stlar, mana kavlab bo'ldik. Buni tagida suv bor ekan. Yaxshiyamki suv bor ekan. Kavlab yurishimiz ham shart emas, suv to'ldirishimiz ham shart emas. Xo'p, endi bo'lsa biz qum olib kelishga RTP World deb yozib yuborib teleportatsiya olamiz. Xo'p, let's go do'stlar. Xo'p. Yaxshi, yerli joydan teleport qildi. Xo'p. Yaxshi, chiroyli joylar ekan. Xo'p, kavlaymiz endi. Bu esa do'stlar yana sizlarga 5 soniyada o'tib ketadi. Qani bo'lsa, let's go. Va mana do'stlar, menda shuncha turpa bor. Endi esa home deb qaytishimiz ham mumkin. Va uyimizga borib bemalol qumlarni qo'yaveramiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Let's go. Mana endi turpoqlarni qo'yishni boshlaymiz. Bularni qo'yamiz. Bu qatorga ham qo'yamiz. Bu yerda blok yo'q ekan, shuning uchun. Bekam qo'yib olsa yaxshi bo'lardi. Endi buni olib boramiz, axlat. Xo'p, mana endi suvlarni to'ldirib qo'yamiz. Oqmayotgan joylarga ham oqizib qo'yamiz. Xo'p, endi shakar qamishlarni ekishimiz kerak. Xo'p, shakar qamish mana, shakar qamish.
Marki. Men seni ekishim kerak axir. Hop, bu yoqdan boshlaylik. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 yetmay qoldi. Hop, hozircha shu ham bo'laveradi. Hop, ahni ko'raylikchi. Oshiqcha shakar qamishlar bormikan? Arzonroq. Pulimiz ham yo'q-ku endi baribirda. Hop, bu yerlarda yo'q-ku. Filtr bor-ku aytsa. Yo'q-mayo, filtrdan ham bo'lmaydi ekan. Hop, filtrdan yana o'tkazamiz. Mana endi chiqdi filtr. Hop, bularda ham yo'q, bu yerda ham yo'q, bu yerda ham yo'q. Hop, bu qilichlar, damlamalar, spawnerlar, kitoblar va hokazo. Shakar qamishlar qani? Yo'q-ku. Короче, navrot axsech sugar cane deb yozsak chiqar balki. Hop, let's go. 10k ga 1 dona. Bizda 17k bor. Yo'q, bu xato narsa do'stlar. 1 donasi 10k ham bo'lam. Hop, buni olib qo'yamiz endi. Uni yonboshlarga qo'yamiz chunki o'sishiga xalaqit beradi. Hop, endi buni ham bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Bu yerga ham qo'yamiz. Buni buzib, bu yerga qo'yamiz. Hop, tushib ketgan fakkelni olamiz. Hop, oldik. Keyingisi ham qayergadir tushuvdi. Yo'q-mayo, mana ekan. Hop, oldik uni ham. Va endi bo'lsa bularning o'sishini kutamiz. Hop. Endi bizga polibloklar kerak. Hop, 3 ta qilaveraychi, yetmay qolsa ham. Yana qaytib kelaman. Hop, polibloklar bu suvga tushib ketmasdan tekis yurish uchun albatta butun blokni tepa tarafdagi yarmiga qo'yish kerak. Shunda ham o'saveradi, ham ustida ham yuraverasiz. Hop. Bularni ham qo'ysak, manitan qo'yaylik. Mana tepasiga qo'yish kerak, yarim blok oshib qolishi kerak. Shunda ham o'saveradi. Hop, ekan qo'ysak, mana kak raz olgan ekanman. Hop. Yaxshi o'syapti hozircha bular. Keyinchalik qancha pul berishini bilib olamiz. Hop, bularni ham sovarsak sundukka. Buni ham sovarsak, hop, bolta qolaversin. Go'shtni ham olamiz. Hop, yoshtir buni, yo'qot. Chiqamiz, короче. Hop, do'stlar, bu Minestack serveridagi video bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi qismda bu qancha pul berishini bilib olasizlar. Hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Telegramim описаниеda bo'ladi.